Xudoy, uxlab qolmang-ku. Kelinglar, bugun sizlar bilan birgalikda ipoteka kredit markazimizda eng dangasa va eng ishyoqmas xodim kimligini bilamiz. Ketdik. Fikringizcha eng ishyoqmas dangasa xodim kim? Voy, aytib qo'ymang, Umid lekin. Ha, sizda-chi? Umid albatta. Umid ekan, hop. Umid. Umid aka. Eng ishyoqmas xodim bu kim? Umid aka. Umid. Siz nima deb o'ylaysiz? Eng ishyoqmas xodim bu kim? Umid. Umid aka. Siz kim deb o'ylaysiz? Umid. Aha. Sizchi? Umid. Bobur qani? Nimaga Bobur ko'rinmayapti? Naryoqda ekan Bobur. Bobur? Xudoy, uxlab qolmang-ku. 2-yil hozir. Eng ishyoqmas xodim bu kim? Umid aka. Ko'rinishdan hech Umid akaga o'xshamayapti, sizga o'xshayapti. Yo'q, ko'zim ketib qopti. Mayli.